Miyav. Xullas, shuni borib yigitingga yedirasan. Aha, rahmat. Aytgancha, Ray bilan Barsaning o'yini bordi. Qaysi biriga tiksam bo'ladi? Mana uni harom ishlarni yarasimi yo'qib yiqam. Mabudlarim. Assalomu alaykum, Men sizni nima kiyganingizni bilaman. Xo'sh, nimaga kimman? Damasga kiygansiz. Ertalab tuxum yebsiz, ha? Ha, qayerdan bildingiz? Yo'lchilar aytdimi? Yaqangizga sariq tegibdi. Xo'sh, nima xizmat? Yigitim yurib ketdi. Nimaga nogironmidi? Yo'q, boshqasi bilan yurib ketdi. Mana ekan gunohsiz xeri ketdiyapman. Nima qildi deysan? Eshitasizmi yo'qmi? Yigitim boshqa qiz bilan yurib ketdi, xiyonat qildi deyapman. Xo'p, mendan nima xohlaysan? U qiz yigitimni o'qitib olgan. Молодец, hozir qiz yigitini o'qitibdimi? Maktab bilan o'qitamayapman, kontrol Fransiya bo'lib ketgan. Xullas, yigitimni qaytarish kerak. Nima maslahat berasiz? Rasmi bormi? Mana. Kiyim yechgan yo'qmi? Kiyimi bor-ku? Hazillashdim. Kim bu bola? Ko'zi qora. Damasim, damasim. Xullas. Qashqadaryoga borasiz. Nasaf bozorining ro'parasida Avtomillion nomli avtokredit bor. U yerda mashinalar uchun chegirmalar ketmoqda. Bundan tashqari bitta mashina xarid qilganga 40 litr benzin techa. Ammo yigitimga nima aloqasi bor? Hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu shunchaki reklama. Pulni qo'yganman. Mana buni olib yigitingga ichirasan va 3 kundan keyin natijasini ko'ramiz. Men berga 6 kilo po'choq bordi. 5 kilo qolibdimi? Qaysi birini yedik? Kim bo'lishi mumkin? Xabar topamanmi hozir? Sanmi? Ha, yana yurib ketdimi? Uf, men sizga qizlar bilan yurmasin degan va bu vobshe yurmayapti-ku, buni qarang. Qo'ydim.